Demak, kun tartibidagi birinchi masala Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi Yo'ldoshev Shohrux Boborahimovni 08.00.07 moliya pul muomalasi va kredit ixtisosligi bo'yicha bilvosita soliqlarning korxona moliyaviy xo'jalik faoliyatiga ta'siri va ularni optimallashtirish mavzusidagi iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasini himoyasiga o'tamiz. Ilmiy rahbarlari iqtisodiyot fanlari doktori professor Koziyeva Nargiza Ramazanovna, Assalomu alaykum, hurmatli universitetimiz rahbariyati, hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari. Bugungi kun mening hayotimdagi eng yorqin kunlardan biri bo'lib qoladi desam hech mubolag'a bo'lmaydi. Sababi yillar davomida qilingan mehnatim mahsulini sizdek mamlakatimizdagi taniqli olimlar davrasida turib muhokamaga qo'yib taqdim qilish imkoniyatiga ega bo'ldim. Buning uchun barchangizga o'zimning chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Shu jumladan ilmiy ishimning dastlabki bosqichlaridan boshlab shu darajaga olib kelishda menga qimmatli vaqtlarini ayamasdan qachon borsam vaqt ajratgan holda vaqt ajratgan yo'l boshchi bo'lgan ilmiy rahbarim, ustozim Nargiza Ramazanovnaga o'zimning chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Bundan tashqari mana shu bu kunda mendan ham ko'proq kutgan ota-onam qatnashyapti. Bu yutuqlarimga erishishimda ularning duolari, ularning qo'llab-quvvatlashi juda ham menga kuch bo'lib xizmat qilgan. Shuning uchun ota-onamga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Barcha ustozlarimga ham yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Qo'llab-quvvatlaganligingiz uchun, yutuqlarni e'tirof etib, kamchiliklarni ko'rsatilganligi uchun o'z chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Hammangizga rahmat, sog' salomat bo'ling.